hayotlik bir safar, tavakkülchilikka to'lgan safar. Hayotlik mutlaq mavjudlikning nisbiy ifodasi. U ichilishni xohlaydigan, sonsizligan sirlar bilan to'lgan. Olamning cheksizligi, xiyolchanligi odamga qo'rqinish aralash umid beg'ishlaydi. Umid xushallikning elchisi, g'oliblarning maxfiyatidir. Kishi yo'qlik va borlik, yorug'lik va qorong'ulik o'ttirsida oldiga bir qadam, orqaga bir qadam ilib, o'z o'rnida midirlamay turmoqda. Vaqt goh kulgan, goh qopig'ini turgan holda yenimizdan agib o'tib ketmoqda. Qo'rqinish, andisha, gumon, tushkunlik hayotning lazzatini elib ketmoqda. Qo'rqinish bir zururiyat, mag'lubiyat emas.